Ajoyib, mana yangi qishloqqa ham kelib oldim va bu qishloqda juda ham qiziqarli sarguzashtlar bo'ladi. Xo'sh, merda uy qayerda ekan? Endi uni topishim kerak. Mana bu uy bo'lsa kerak menimcha. Xo'sh, menimcha kirib ko'raveramiz-da. Okay, let's go. Xo'sh. Assalomu alaykum janob, siz bu qishloqda meri bo'lasizmi? Va alaykum assalom, da men meri bo'laman. Xullas, mana shu yerda men bitta uy sotib olib, mana shu yerda youtuberlik qilib, takoy bo'lib ketdi, qishlog'ingizni reklama qilib, odamlar chaqirib, obunachilar ham keladi, keyin takoy do'konlar ochilib, zo'r bo'lib ketadi-da xullas. Bizni qishloq juda ham katta, shunga yarasha aholisi ham ko'p. Lekin sen xavotir olma, bitta uy tayyorlab qo'yganman. Uyni narxini o'zing ko'ngildan chiqarib beraver. Sababi uyni remont qilish kerak. Okay, mana sizga pul, mayli, olaver. Xo'sh, ajoyib obunachilar, mana o'sha biz uy olib oldik. Lekin qaysi uydi? Menimcha mana shu uy bo'lsa kerak. Nu da, okay, давай, let's go obunachilar. Xo'sh, mana shu uy sotilarmidi? Ha, qishloqda o'zi faqat shu uy sotiladi, boshqa uy sotilmaydi. Tushunarli. O'zi mana faqatgina mana shu uy sotilar ekan bizning qishlog'imizda. Boshqa hech qaysi uy sotilmas ekan, lekin bu yerni juda ham men bunaqangi kir bo'lib ketgani uchun bu yerlarda tozalab, ajoyib qilib, cho'tka qilib chiqishimiz kerak. Bu uyimiz hali yap-yangidek bo'lib ketadi. Uje sizlarni ham mehmonga chaqiraman, mehmonga kelaverasizlar, to'g'rimi, Jitil? Janob, o'zi ismingiz nimasiz? Meni ismim Estromik, o'zingnikichi? Meniki Lopovoy. Oh my god, obunachilar o'sha. Xo'sh, hammanglar obunachilar ahamiyat beramiz. Kommentariyaga Lopovoy legenda deb yozib qoldiramiz. Okay, let's go. Albatta videoni birinchi daqiqasini o'ting. Mana bu uy bizniki bilan bir xil ekan, lekin kirib ko'raychi. Как раз men instrumentlar olishim kerak edi, janob. Topib kelibsiz-da, uka. Mana bu kirka lopata olaman, bular necha pul bo'ladi? Sizda 100 million dollar. Nima 100 million dollar? Brat, o'yla gapiryapsizmi? Asabim tez, lekin urib yuborishim mumkin. Mayli, beravering 10 ming so'm. Bo'ldi, mana olishingiz mumkin, rahmat. Mayli, kelib turing. Okay. Obunachilar, bularga gapirib turmasa 100 million dollar deb yuboryapti o'zi. Bularga gapirib qo'yish kerak edi. O'zingizlar bilasizlar-ku, endi sizlar ham tag'in 100 million dollarga olib yurmanglar, obunachilar. Xo'sh, o'zi sizlar olib yurmaysizlar, vash aqllisizlar-ku. Brat, o'zi mayli, xo'sh, sizga gapirmayman. Nima deyapsiz? Hech nima deganim yo'q, uyimni tozalayapman. O'zingizda nima gaplar? Biz tomonda tinch-ku, sizni bo'yingiz ham nocha ekan, necha metr chiqasiz o'zi? Jam metr chiqmasa ham 0.5 bo'lib turibmiz. Yo'q, uyingizni tezroq tozalang-da. Uyimni tozalamasdan hozir tualetimni tozalayapmanmi, nima deb o'ylaysiz? Yengilroq qilib hojatxonada o'zbek tilida gapiring-da, brat. Qanaqangi o'zbek tili, brat? Biz уже ruschaga o'tib ketganmiz, bilmaysizmi? Zamondan orqada olib ketibsiz, komadan endi chiqyapsiz. 2020-yilda. Yo'q, mayli, kelib turing. Mana bu yerda qanaqadir uy bor ekan va uyimizni ba'zi bir anaqa joylari uchun biz bloklar olishimiz kerak. Qanaqa desanglar, короче, eskirib qolgan bloklarni almashtirish uchun biz mana bu yerdan bloklar olib, короче, takoy qilib olishimiz kerak. Xo'sh, bu yerdan 3-4 ta bloklar olaman. Juda ham takoy chiqadi, ajoyib chiqadi obunachilar. Biz uy hali juda ham zo'r chiqadi. Ikkinchi etajni qurishammi? Niyatim bor, lekin podvali bormikan uyimizda? Shu ham qiziq. Agar podval bo'lsa, ikkinchi qavatni qurmasdan bir yo'la podvalga kerakli narsalarni joylaymiz va birorta xona qurib, balki podvalga magazin ham ochishimiz mumkin. Yo'q. Chunki endi podval haqida gapirib turdim, men bunaqangi g'alati narsalar chiqdi, lekin bu oh my god, obunachilar, podval bor ekan, серьезно. Oh my god. Men bu yerda nima qon, eski qon yoki bular nimamikin, ismi nima edi? O'yinchoqmikan yoki yo'q, menimcha o'yinchoq bo'lsa kerak, haqiqiyga o'xshadi, lekin ancha-muncha eskirib ketgan ekan. Bratlar, buni biz hozirroq merga xabar berishimiz kerak, nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh, mer, короче, meni uyimda podval bor ekan, u yerda qanaqadir suyaklar, qonlar, balobatlarlar bo'lib yotibdi. Uyda oldin qassob yasagan deyman, tilim bilan chiqib ketdi balakat. Xullas, shu qassob bir nimalar qilgan bo'lsa kerak edi. Qassobning, lekin u yerda suyak skeletlari ham bor ekan, odamnikiga o'xshadi. Yo'q, qo'ydikidir. Qamaylar, rahmat janob. Mayli, agar qo'ydiki bo'lsa haqiqatan yaxshi. Agar qo'ydiki bo'lmasa, yomon, juda yomon bo'lachilar. Xo'sh, brat, nima qilyapsiz? Olimmisiz, kimyogarmisiz? Oken, olim aka, olim emas, olim aka shkafda ichida bo'ladi. Uka, nima deyapsan? Bo'lmasa qochib turing-da, uyimga kirib olishim kerak-ku. Mayli, uyga kirsangga ruxsat. Endi sizdan ruxsat so'rab kirishim qoluvdi, brat. Endi ruxsat so'raysan-da, qishloqda yangi bo'lsang. Endi qishloqda yangi degani unaqa qilib tashlash kerak degani bas. Brat, sal o'ylab ish qilinglar-da.
O'ylab ish qilish senga yarashadi uka. Biz o'ylamasdan ish qilamiz. Biz hisob bermaymiz, hisob olamiz. Oh my god, brat, turk seriallarini ko'p ko'rib yuboribsiz shekilli. Boring, uyingizga borib damingizni oling, kompyuteringizni o'ynang. Nima qilishni o'rgatma menga, hozir xafalashib qolamiz. Boring, ishingizni qiling. Bilaman o'zim nima qilishni, hozir xafalashib qolamiz deyapman. Siz ishonganingizni olib keling, brat, любойgacha obunachilarni chaqiraman, uje ishonganingizga ham yo'q qilib tashlaydi, asfalt qilib yotqizib tashlaydi. Yo'q, hozir olib kelaman bo'lmasa. Boring, bilganingizni qiling, obunachilar o'zi olib kelolmaydi, yana mana bunaqangi gaplar gapirishga o'ylayman. Xo'sh, xullas obunachilar, bu yoqda biza takoy bo'ldi, o'zi uyimiz plus imba chotki chiqdi obunachilar. Uyimiz qalay chiqdi, sizlar ham 10 dan 0 gacha baho beringlar. Yo'q, 10 dan 0 gacha emas. 10 dan necha ball qo'yasizlar? Masalan, 7 ball qo'yasizlarmi, 8 ball qo'yasizlarmi? Shuni ham albatta kommentariyga yozib qo'yinglar. Videoyimiz o'zi 6-minutiga kelibdi. Albatta ekraningizda chiqqan misol javobini kommentariyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videoda albatta sizlarni surpriz kutib turibdi obunachilar. Let's go. Если что, kommentariyaga hamma yozib tashlaymiz. Shu video ko'ryapsiz, shu misol javobini yozib qo'yinglar. Sizlarga ishonaman, sizlarda aqlinglar juda ham baland. Va men charchab ketdim bu yoqda. Men bir nima qilib mebellar qo'yib, o'sha kravat topib uxlashim kerak obunachilar. O'sha kech bo'lib ketdi. Men uxlamasam bo'lmaydi obunachilar. O'sha anadan shahardan kelgan odamman obunachilar. Men shahardan shuncha yurib yana ta'minlanmagan uy oldim. Brat, siz mebelchimisiz? Brat, mebelchiman, nima deysiz? Nima demayman, narsa olaman sizdan. Biron nima deysiz dedimmi sizga? Biron nima deysiz demasangiz ham deb bo'ldingiz-ku. Mayli, brat, tortishmayli, yangi ekansiz, xafalashib qolamiz. Nima, недовольный bo'lyapsizlar hammalar? Men shular olaman, короче, nech pul bo'ladi? Siz ko'ngildan chiqarib beravering, yangi ekansiz. Menga qolsa teginga olaman aka. Xo'p, mayli, mana oling, mayda pullar. Bo'pti, brat. Xo'sh, aka, obunachilar, bu qishloqdagi sal g'alatiroq ekan, mazasi yo'qmi bilmayman. No, хотя let's go obunachilar, men bu divani yo'q ekan, kravati yo'q ekan, shunga men bunaqangi o'tiradigan nima derdi ismi, xullas men shu ismi esimdan chiqib qoldi. Albatta buni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana shuni oldim va mana bu yerga bitta stul oldim. Obunachilar, takoy o'tirib maza qilib ishlarimiz qilamiz. Ertadan keyin notebook olsam ham shuni ustiga qo'yib takoy qilib maza qilib o'tirish uchun obunachilar. Endi bu yerda hozirgina dam olish kerak. Ishoninglar, charchab ketdim boru, вообще. Ё-моё, Juniorson. Nima podvaldan keldim obunachilar, podvaldan. Ko'chaga chiqib ko'rish kerak. Qayerdan buni ovozlar kelyapti? Yo'qmi-yo'q. Oh my god, obunachilar podvalda. Qo'rqaman obunachilar. U meni uyimni o'zicha egallamoqchi bo'ldi. Hali ko'radi. Albatta videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat va albatta obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying, kommentariy yozib qo'ying. Biz kanalimizni qo'llab-quvvatlash sifatida let's go birga bo'lib ketamiz. Davay obunachilar, sizlarga ishonaman. Let's go, video attush jotga chiqdi degan umiddaman. Yo'qsa attush kommentariy yozamiz.